Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. 29 yanvar kuni Tayland parlamenti Kishilik huquq komiteti navbatda Tayland hukumatining muavin bosh ministri bilan uchrashib, 2014-yildan buyon Taylandda tutib turilayotgan 48 nafar Uyg'urning ahvolini yaxshilash haqida muzokara qilmoqchi bo'lgan. Taylandning inglizcha xabarlar to'g'ri bo'lgan Tayland davlati 29 yanvar e'lon qilgan xabarga asoslanganda Tayland Kengash palata a'zosi va Kishilik huquq komitetining raisi Ankhana Nelapajit boshchiligidagi komitet a'zolari Taylandning muavin bosh ministri Pomtam Vichayacha bilan ko'rishib, Taylandda tutib turilayotgan 48 Uyg'urning salomatlik ahvolini tekshirish, davolash hamda ularning sharoitini yaxshilashni muzokara qilmoqchi bo'lgan. Komitet raisi Ankhana Nelapajit Taylandda ochliq e'lon qilib, ojizlab ketgan Uyg'ur musofirlarining ahvolidan ansiraydiganligini bildirib, komitetimiz Tayland hukumatining u musofirlarni uzun muddat boqolmasligidan, boshqarish jihatdagi yetersizligidan andish qilmoqda degan. U Xalqaro Qizil Kirist jamiyatini bu ishga yaqin turishga tavsiya qilganligini bildirgan. U yana Tayland hukumatining o'zining xalqaro majburiyatini ado qilib, bu musofirlarni xatarlik joyga yo'llamaslikqa kapolatlik qilganligini bildirganligini aytgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi ko'plagan kishilik huquq organlari Taylandda tutib turilayotgan 48 nafar Uyg'urni Xitoy qaytarish ehtimolligiga qarshi kuchli inkos bildirgan bo'lib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taylandni bu plandan voz kechishga, xalqaro kishilik huquq nizomnomasiga amal qilishga chaqirgan edi. Bu munosabat bilan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Taylanddagi qarindoshlarimiz uchun uzun yillardan beri harmay talmay xizmat qilib kelayotgan Qurultay ijroiya komitetining muavin raisi Polat Saim apandim qarindoshlarimizning yaqinqi ahvoli haqida ma'lumot berib, mundaq dedi. Hadda hozirgi ahvol, ularning ahvoli yanada xatar ostida. 2 kunning oldida 28-yaslardaymiz, 28 yanvarda Shaykhul Islom ularni bir ko'gini badi, ko'gini berib ularga bir so'zlarni qildi. Tamaq yanglar, tamaq tashlamanglar degan gaplarni qilib ular tamaq yeyishga boshladi, lekin shu tamaq yeyish jarayonida bu uzun muddat 16-17 kun tamaq yemagandan keyin bularning ashqazonlari batini ko'tarolmay tamaq yegan narsani qusib degandek ashunda bir qiyin ahvollarda qoldi. Hozirning o'zida bularning xatiri qutulmadi desak, tugimadi desak bo'ladi. Menga biz Tayland hukumatidan Tayland o'sha nima aloqa nima deymiz aloqa salomatlik nimalaridan o'sha ulardan talab qilayotganimiz bularni vaqtida tekshirib davolanglar uchinchi bir davlatga chiqib ketishni oldida deb talab qilyapmiz. Shuning asosan yana mush ishlarni qilyapmiz. Texmo kuchab Tayland hukumatiga besib qilyapmiz. Mening so'raydiganim butun dunyodan deganimdek qarindoshlarimiz mushu Taylandda 10 necha yildan yoqi bir decade inglizcha 12 yil turayotgan qarindoshlarimizni bir erkin dunyoga, erkin azodi, dadisi balasi bilan, dadisi ayoli bilan, dadisi nevaralari bilan bir xo'shal-xo'ra normal turmush kechirdiganga nisb qilishini butun dunyodan yana biz so'raymiz shu. Albatta, dunyo qurultiyi bizniki ijara komitemizdagi raisi Roshan xonim Taylandga keldi. 19-yaslar nayda ciddi uchurlar bilan kelib shu zaman biz shu ishlarni qildik hamda. Bularning 48 qarindishimizning Xitoy qaytarmaslik to'g'risida ciddi boshqa davlatlarniki nimalar bilan elchilar bilan so'zlashdik, kishilik huquq tashkilotlari bilan so'zlashdik, advokatlar bilan so'zlashdik, NGOlar bilan so'zlashdik, bir muncha Tayland MPlar bilan so'zlashdik. Shu jarayonlarda hamda Uyg'urlarni shu darhol Xitoy qaytarish ketish oldini to'sidik. Lekin hamda bizniki kuchimizmi unchalik doim bizniki turib bir ish qiladigan vaqtimiz bo'lmagandan keyin
Belki Tayland hükümeti kuzatayotgan bo'lishi mumkin. Bu jarayonda hamda xalqarani kuzatayotgan bo'lishi mumkin. Lekin ularninki Xitoyga qaytarib berish ehtimolligi xatar tugimidi. Amerika təvəsində hər xil temalar bo'yicha raysanashda o'rtaq e'tirofga erishgan Rasmussen doklati shirkati yaqinda Amerika fuqarolarining Xitoy haqida qanday qarashda ekanligini sinab ko'rgan. Natijada 45% Amerika fuqarolarining Xitoyni dushman deb qaraydiganligi ma'lum bo'lgan. Ularning 27 yanvardagi dokladida ko'rsatilishicha, ular bu qitim Amerika prezidentlik saylimiga bilet tashlagan kishilarni raysanash obyekti qilib tanlagan. Bu qitim raysanash qatnashganlardan faqat 7% kishi Xitoyni ittifoqdosh deb qaraydiganligini aytgan bo'lsa, 43% kishi Xitoyni ittifoqdosh bilan dushmanning orasida deb qaragan. Halbuki 2017 yili yanvarda Xitoyni dushman deb qaraydiganlar 18% bo'lgan ekan. Bu qitimqi raysanashga ishtirok qilganlar ichida jumhuriyatchilar va demokratchilar mutlaq ko'p sonni tashkil qilgan bo'lib, ular birdek iqtisodiy omil tufaylidan Amerika hukumatı hozir qadar Xitoy sodir qilayotgan turli dafsanchilik qilmishlariga sukut qilib kelyotidi deb qaragan. Bo'libmi 65 yoshdan oshganlar ichida mushkil fikrga moyillar birdek ko'p bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika Xitoy munosabatidagi yiriklashishda Xitoy tarafining aqlimilik o'g'irligi, tojsimon virus yuqumi va Xitoyning Ukrainaga tajovuz qilayotgan Rossiyani moddiy jihatdan qo'llash qatorliqlarmi Xitoy haqidagi salbiy qarashni oshirgan muhim omillardan deb qaralganligi ma'lum. Bu xildagi Xitoyni dushman deb qarash bo'lsa, 2024-yili Pew tadqiqot markazining raysanash faoliyatida mush shaklda ma'lum bo'lgan edi. Xitoy iqtisodining chekinishi, Xitoy fuqarolarining iste'mol saviyasining tuvallishi natijasida Xitoy navbatda og'ir darajadagi pul kasotligi, ya'ni pul qisliqi qiyinchiligiga petib qolgan. Yevropadagi nopozliq iqtisodiy analiz torbiti bo'lgan Geosiyosiy axborot sistemasi Story 27 yanvar e'lon qilgan bir dokladda Xitoyning hozir umumyuzlik holda pul kasotlik qaynamiga kirib qolganligi. Yevropadagi nopozliq iqtisodiy analiz torbiti bo'lgan Geosiyosiy axborot sistemasi Story 27 yanvar e'lon qilgan bir dokladda Xitoyning hozir umumyuzlik holda pul kasotlik qaynamiga kirib qolganligi, Xitoydagi 65% aholining turmush kirimining o'rta saviyadan tuvan ekanligi, hukumatning iste'molni jonlantirish tadbirlarining qarg'a kelmaganligi o'ttirib qo'yilgan. Dokladda deyilishicha, yaqinqi yillarda Xitoyning mol eksporti tuvanlab qolmay, davlat ichidagi iste'mol kuchi, ya'ni fuqarolarning mol sotib olish kuchi tuvanlab ketgan. Sanoat mollarining bahosi tushib ketgan. Buning bilan Xitoyda uda 6 qatim pul kasotlik kelib chiqqan. Xitoy hukumatı pul muomala siyosatini bo'shatish tadbirlari qo'llangan bo'lsa-mu, unum bermagan. Doklad yana Xitoyning sobiq bosh ministri Li Keqiangning 2020 yil qilgan so'zi naql qilingan bo'lib, Xitoyda 600 million aholining oylik kirimining 1000 yuandan tuvan ekanligi, Xitoy istatistika idorasining buni inkor qilmaganligi, bu sonliq ma'lumotning Xitoydagi asosli iqtisodiy vaziyatni aks ettirganligi bildirilgan. Covid vabosidan keyin Xitoy iqtisodining biroqli tuvallishi natijasida Xitoydagi nurg'un shirkat zavodlar taqilgan, odam qisqartgan yoki ish haqini tuvallatgan. Ammo Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Shi Jinpingning Xitoy hikoyasini yaxshi so'zlash prinsipiga asosan hukumat dokladlarida 2023 yili 600 milliondan ko'p Xitoy aholisining o'rtacha oylik kirimining 3500 yanga yetib qolganligi tashviq qilingan. Bunun qarshi fikrda bo'lgan iqtisodshunoslarning ovozi jimaqtirilgan. Dokladda ko'rsatilishicha, Xitoyning 70% boyligi uy-mulk bozoriga markazlashgan bo'lib, agar uy-mulk krizisi davomlashsa, iste'molchilar va korxonalarning ishonchi tixim tuvallaydi ekan. Pul kasotligi tixim ig'irlashidi ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.